eshitdingizmi? Stoyanka ministrligi ochilibdi. Matchonboy, bilasanmi? Terminator degan kinodagi maxluq bir tomchisi qolsa ham o'zini qayta tiklab qolarkan. Yaqindagina dod-voy qilib, ko'krakka yumruqlab, vazirliklar soni qisqaruvdi. Yana kunora yangi agentligu vaziru vizarolik tuzish boshlandi. Bugun Stoyanka vazirligi tuzilibdi. Endi mut umri vazirligini ham tuzsalar kerak. O'zbekiston rahbariyati konstitutsiyani ochib o'qib ko'rsa bo'lardi. Harf taniydi degan yaxshi niyatdamiz. Konstitutsiyada vatandoshlarning teng huquqli ekani va hech bir din mamlakatda hukmron mafkura emasligi aniq yozilgan. O'zbekiston byudjeti butun xalq to'lagan soliqlardan tarkib topadi. Byudjetni Abdulla G'arib Parkentdagi dala hovlisida ekkan qulupnayni sotib shakllantirmaydi. Soliqni musulmonlar bilan birga boshqa dindagilar, agnostik, deist va ateistlar ham to'laydi. Asosan o'rta hol va boylar soliq to'laydi.